Hürmetli vatandaşlarımızın devamını anlaşız. Prezident Obama erken katnaşını ta'kidledi. Jungo Amerika siyasi ig'vogarchilik qildi dedi mavzuliq maqola. Amerika ovozining Xitoy tili programmasida 11 ayning 22 kuni e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama yakshanba kuni Janubiy dengizda erkin qatnash xalqaro prinsiplarga o'xshashli muhim ishdir deb ko'rsatdi. Yana bir tarafdan Jungo Amerikaning Burayinga harbiy parxod avatib, Jungo tizginlab turgan, lekin talash tortish bo'layotgan rayonlarda Arallar hada tashlag'i 12 dengiz mili yaqinlab kelishi siyosiy ig'vogarchilik deb ko'rsatdi. Prezident Obama Malayziyada Kuala Lumpurda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashib, shu davlatlarning davlat rahbarlari bilan ko'rishdi. Prezident Obama muxbirlarni kutib olish yig'inida bu davlat rahbarlari bilan Janubiy dengizda xalqaro qatnash prinsiplarini qanday qo'llash masalasini muhokama qilganligini ko'rsatdi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Yaponiya, Avstraliya, Filippin qatorliq davlatlarning rahbarlari bilan ko'rishib, o'zaro imzolagan ittifoqdoshlik shartnomasi bu rayonning bexatarligining asosiy ekanligini ta'kidlaganligini ko'rsatdi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Amerika, Filippin va boshqa bu rayondagi Amerikaning sheriklarini dengiz armiyasi kuchi jihatda qo'llashni kuchaytirdi. Amerika bu rayondagi ittifoqdoshlarini dengiz armiyasining kuchi jihatda qo'llashni kuchaytirdi. Amerika Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi va Sharqiy Janubiy Osiyo yuqori darajaliklar yig'inida Janubiy dengiz masalasini nuqtaliq muhokama qildi.